O'lkamiz ijodkori Muhammad Ismoil 1964-yilning 13-martida Sirdaryo viloyatining Xovos qo'rg'onida tug'ilgan. 1981-1986 hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetida tahsil olgan. İlk she'riy to'plami Tazarru saodati 1991-yil chop etilgan. Shundan so'ng tasavvur chiziqlari, ko'ngil mulkiga safar, sahroyi gullar, siz hamon o'shasiz, sizni sevmay bo'ladimi, bahorning eng so'nggi lolasi, chiroylisan tengi yo'q, ko'ksimni kuydirgan alanga va osmon to'la orzular kitoblari chop etilgan. Adibning hikoyalari asosida Luchizarniya kitobi rus tilida nashrdan chiqqan. Adibni mohir tarjimon sifatida ham taniymiz. Marina Svetova, Boris Pasternak ijodlaridan namunalarni o'zbek tiliga o'girgan. Muhammad Ismoil asarlari asosida Izg'irinli kunlarning biri, Qismat, Oy chiqmagan oqshom, Yangi oy chiqqan kecha, Mohinur, Atirgul, Balog'at bekati, Yulduzsiz osmon, Qalbim ardog'i kabi videofilmlar ekranlashtirilgan. 40 dan ortiq she'rlari qo'shiq bo'lgan. Muhammad Ismoil O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyotni targ'ib qilish byurosi bosh muharriri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi adabiy konsultanti, Yoshlik jurnali bosh muharriri o'rinbosari, Oila va jamiyat gazetasi bosh muharriri, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi O'zbekiston telekanali bosh direktori o'rinbosari, G'afur G'ulom nomidagi nashriyot majmua ijodiy uyi direktor o'rinbosari, bosh muharrir lavozimlarida ishlab kelgan. Muhammad Ismoil Toshkent davlat madaniyat institutida faoliyat yuritgan. Yozuvchi Erkin Usmonov adib haqida Oshufta ko'ngil nomli kitob yozgan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Istiqlol tongi mukofoti sovrindori Muhammad Ismoilni shak shubhasiz avlod ovozi deb atash mumkin. Shoir tinimsiz izlanishda yangi chop etilayotgan kitoblari, u tomonidan o'tkazilayotgan ijodiy uchrashuvlar buning yaqqol dalilidir. Bu shoirning birinchi yozgan she'ri. Shoir ushbu she'r haqida shunday deydi: Bu she'rni o'sha qizning uyi atrofida oy yorug'ida yozganman. Yozishimning sababi unga yoqishni juda istardim. U qiz uchun she'r yozishga ham, qo'shiq aytishga ham, a'lochi bo'lishga ham tayyor edim. Hamma meni maqtasa-yu, u qiz eshitsa derdim. Meni nazariga ilsa, unga munosib bo'lsam deb orzu qilardim. Shu kuch, shu shijoat bilan tuman, viloyat gazetalarida she'rlarim chop etila boshladi. Maktabni a'lo baholarga tugatdim. Shu shiddat bilan Dorul Funun talabasi bo'ldim, deya eslaydi shoir. Muhammad Ismoil hozirgi kunda Sirdaryo viloyatidagi Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabida direktor lavozimida mehnat faoliyatini olib bormoqda.